Yo'q, qo'li tegdi. Agar shu kameraga men tushaman, men bir joyga chiqaman sana. Kimsan sen menga? Rahbarlik haqqa beraman. Men shu yerda bo'lim boshlig'iman. Bo'lim boshlig'i. Kimsan sen? Sen Rahbarlikni loyiq hal qiladi. Meni haq huquqim bu. Meni kamera, men ruxsatimsiz oladigan yo'q. Yordamdamiz, opa. Sekinroq gapiring. Qanaqa qog'oz? Men Sizga bizim murojaat tekshirishga kim murojaat qilgan? Qaysi murojaat qilgan? Sizdan so'ramayman rahbar qanday bo'lishi kerak. Sizdan so'ramayman men rahbar qanday bo'lishi kerak. Ovoz bilan qo'llagandek. Kamerani yig'ishtirib, tushundingmi? ovoz. Video kameralarni yig'ishtirib qo'yganda nima ko'chacha hal qilib olamiz? Men rahbarim. Sen sekinroq gapiring. Fuqarolarga yordam berasizmi yoki hamma fuqaroga shunaqa munosabat qilasizmi? O'zi rahbarligi bo'lsa loyiq insonmas ekansiz. Davlat tashkilotida men egaman, shu yerga men javob kim bilan qanday muomala bo'lishi meni ishim. Baqirmayman. Shu murojaat qilgan. Men murojaat qilganini ko'rsating qani? Men o'zi tonim shunday gapiradi. Shundoq gapirasiz. Men o'g'aysiman sizni. Taqal qilmaysan men rahbarlikka loyiq emaslik. Darxonamga yishingni kirib kelyapsiz. Nima qilasiz? Tushundingmi? Nima qilasiz? Aspekt 24 jamoasi murojaatlarni o'rganish uchun Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani tez yordam bo'limiga tashrif buyurdi. Ammo tez yordam rahbarlari va xodimlari tomonidan jurnalistik surishtiruvimizga to'g'ridan-to'g'ri to'sqinlik qilib, faqatgina Qashqadaryo viloyat tez tibbiy yordam rahbari ruxsat bersagina yoki Sog'liqni saqlash vazirligidan vakil bo'lsa, jurnalistik surishtiruv olib borishimizga ruxsat berishini aytdi. Nima, Qashqadaryo viloyati tez tibbiy yordam rahbarlari qonunga bo'ysunmaydimi yoki prezidentimiz ochiqlik siyosatiga qarshimi? Qarshi tuman tez tibbiy yordam bo'limi boshlig'iga jurnalistlar o'zini tanishtirib guvohnomasini ko'rsatganda, bunday guvohnomalarni 5 daqiqada tayyorlab kelishini ta'kidladi. Shu o'rinda savol tug'iladi, nima? Qarshi tuman tez tibbiy yordam bo'limi boshlig'i soxta hujjatlar tayyorlash bilan ham shug'ullanadimi? Aspekt 24 axborot agentligining tasvirchisi ushbu jarayonni tasvirga olayotgan vaqtida unga nisbatan tahdid qilib, kamerani o'chir, agar video chiqsa pushaymon bo'lasan deb tahdid qildi. Qarshi tuman tez tibbiy yordam davlat tasarrufidami yoki tez yordam bo'limi rahbarining shaxsiy korxonasiga aylanganmi? Ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunning 5-moddasi va jurnalistik faoliyatni himoya qilish to'g'risidagi qonunning 8-moddasiga qarshi tuman tez tibbiy yordam boshlig'i qarshimi? Qarshi tuman tez tibbiy yordam rahbari etika estetik qoidalariga rioya qilmaydimi yoki o'zidan yuqori turuvchi tez yordam rahbaridan olgan og'zaki buyrug'ini shunday bajaradimi? Tez yordamda nima bor? Qarshi tuman tez yordam rahbari o'zi kim? Jurnalistlarimizdan biriga ko'chaga chiq, ko'chada gaplashaman deb tahdid qildi. Bu shaxs axir insonlarga birinchi yordam ko'rsatishi lozim bo'lgan doktor maqomiga ega emasmi? Yoki ushbu zo'ravon rahbar avval urib, keyin birinchi yordam ko'rsatadimi? Qo'l ostidagi xodimlarga barcha vakolatni berib qo'ygan Sog'liqni saqlash vazirligi Mehnat kodeksi, odob axloq qoidalariga asosan bunday rahbarga chora ko'radi degan umiddamiz. Yuqoridagi rahbarni noodatiy xatti-harakatlari bo'yicha 102 xodimlarini chaqirib ariza yubordik. O'ylaymizki, davlat rahbarini ochiqlik siyosatiga hech kim qarshilik bildirmaydi. Zeroki yurtimizda qonun ustuvor, zo'ravonlarga jazo muqarrar. Aspekt 24 ushbu mavzuga yana qaytadi. Bugungi kunda xalqimiz orasida yurib, uni qiynayotgan ijtimoiy muammolarni ko'rsatib berayotgan eng katta kuch bu mustaqil va xolis ommaviy axborot vositalari vakillaridir. Demokratik islohotlarimiz natijasida ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar mansabdor shaxslarni o'z ishini qonuniy asosda to'g'ri tashkil etishga undamoqda. Shu sababli ham davlat organlari faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlarni jamoatchilikka to'liq va tezkor yetkazish maqsadida ularning har birida matbuot xizmati ish boshladi. Aslida demokratik jamiyatda barcha davlat xizmatchilari ommaviy axborot vositalari bilan yaqin ijtimoiy hamkorlik qilishga o'rganishi kerak. O'rganmasak ertangi kunimiz, ertangi islohotlarimiz amalga oshmaydi. Shart o'rganishimiz. Ommaviy axborot hayotimizni ko'zgusi. Rost bo'lsang, ochiq bo'lsang, ularga hamma narsani aytgin. Mana shunday qilmoqchiman, mana shunday bo'ladi, mana u bugun, mana u ertaga. Qo'rqish kerak emas. Hamma narsani bir kunda yes qilamiz degan zamon o'tib bo'lgan. Qog'oz hamma narsani ko'tarayotgan zamon o'tib bo'lgan. Amal.
Yaxshi rahmat aka. Aka, Aspekt 24 axborot agentligidanmiz. Ismim Sheriyor, familiyam Sherbotayev. Muxbirman aka. Sheriyor ismim. Familiyam Sherbotayev. Sherbotayev, ha? Aspekt 24 axborot agentligidan muxbirman. Aka, jurnalistik surishtiruv o'tkazgani keldik. Hujjat bormi aka? Hujjatlaring Qanaqa hujjat aka? kim bilan tasdiqlagan? Sog'liqni saqlash bilanmi? Kim bilan nimani so'rayapsiz? Qanaqa hujjat aka? Menga o'sha hujjatning nomini ayting menga. Yo'q, siz jurnalistik surishtiruv o'tkazishingiz uchun aka Aha. bizani vazirlik bilan yoki bizani respublika markazimiz bilan kelishilgan holatda kelishingiz kerak edi. Ha, yo'q. Qaysi qonunga asosan? Aka, siz menga qonunni so'ramayman. Nimaga qonunni so'ramayman? Aka, siz davlat tashkilotida ishlaysizmi? Ha, davlat tashkiloti. Xo'p, menga o'sha qonunni keltirib bering. Siz menga hujjatingizni bering, Qanaqa hujjatimni beray? Mana o'zimning hujjatim bor, guvohnomam bor. Guvohnomani men ham qilganman. Menda ham guvohnoma bor. Bo'p, tabriklayman aka. Nima qilishim kerak shunga? Menga qonun bilan belgilangan hujjatni keltirib bering siz. Siz talab qilyapsizmi aka? Siz talab qilyapsizmi? Talab qilayotgan narsangizni bilishingiz kerak aka. Qaysi qonunga asosanligini. Men sizdan yaxshi tushunaman o'zim. Siz kim bo'lasiz aka? Qilgani keldingizmi? Xo'p, siz Kelish uchun keldingizmi shuni? Majburlab turmoqchimisiz? majburlab? Nimani majburlab? Men birov xonadoniga kirayotganim yo'q. Ha, Davlat tashkilotiga kiryapman. aka, davlat tashkilotiga kirayotgan bo'lsangiz, kelishingizni ko'rsating siz. Qanaqa kelishuv? Menga o'shani siz, xo'pdi, siz talab qilayotgan narsangizni menga keltirib bering aka. Mana mana shu qonun bilan jurnalistik surishtiruv o'tkazadi. Yo Furqat Sanayev bilan yo boshqasi bilan kelishilgan holatda keladi. Bizlarning ham respublikada matbuot boshlig'imiz bor, respublika. siz kimsiz o'zi? Men direktorman viloyat. Qanaqa direktorsiz? Ismingiz, familiyangiz bormi? Menga qarang aka, siz boshqa so'roq qilishga haqqingiz yo'q. Tushundingizmi? Yo'q, familiyangizni ayting. Men siz so'radingizmi aytdim. Respublikada qo'yilgan direktorman men shu yerga. Yo'q, xo'p, ism familiyangiz bormi? Davlat tashkilotida ishlayapsizmi aka? Bor, ism familiyam bor. Ayting bo'lmasa. Siz menga tashlang, o'z qaysi anoyiz bor, xatingiz bormi boshqa? Qanaqa xatim? Qanaqa xatim aka? Qanaqa xat? Nima haqqingiz bor siz kirishga? Men tushunmadim siz. Nimaga? Nima? Davlat rahbarining ochiqlik siyosatiga nima qarshimisiz? Hozirgi kunda davlat rahbari ommaviy axborot vositalarini 4-hokimiyat deb belgilab qo'yilgan, aka. Nima siz davlat rahbarining ochiqlik siyosatiga qarshimisiz? Men ham yaxshi bilaman aka. Men bilan Yaxshi bilsangiz nima tortishyapsiz men bilan? siz tortishyapsiz aka. Men tortishayotganim yo'q men. Men tortishayotganim yo'q. Xatingizni ko'rsating. Menga qarang, qonun aligindan konstitutsiyadan ustun turadimi shunda? Konstitutsiya belgilab qo'yilgan 81-moddasida. Hurmatingizni biling, to'g'ri. Hurmatimni bilib turibman men. Siz hurmatingizni bilmaysiz. Siz kelib turib, doim men kiraman, jurnalist siz nima haqqingiz bor edi? Nimaga haqqim bo'lmaydi aka? Nimaga? Ommaviy axborot vositalari nima? Siz maqsad ayting. Davlat rahbarining ochiqlik siyosati aka. Nima? Nima bo'yicha surishtiruv o'tkazishingizni bilishim haqqim bormi yo'qmi? Shu mashinalarni tekshiramiz, ko'ramiz. Soz holdami, yo'qmi? Haqqingiz yo'q mashinalarni tekshirish. Nimaga haqqim yo'q? Qaysi qonunga asosan haqqim yo'q? Haqqingiz yo'q. Men aytdimmi, haqqingiz yo'q. Men qo'ymayman sizni. Qaysi qonunga asosan? Nimaga qo'ymaysiz? Nima qilasizmi? Tanishtirib yuborasiz. Tanishtirilmaydi. Tanishtirmaysiz. Siz Kimsiz? Siz kim bo'lasiz? Mana shu yerda egasi. Chiqinglar. Egasiz. Egasiz? Qanaqa egasiz? Kadastringiz bormi? Mikrofoning nima? Chuma. Mikrofoning nima? Sansiramasdan gapiring. Mikrofoning nima? Sansiramasdan gapiring. Mikrofoning nima? Sansiramasdan Men gapiring. xohlasam intervyu beraman, xohlamasam intervyu bermayman. Kelib gapiryapsiz, o'shangiz sizdan so'raymiz. Kimsiz siz? Kimsiz? Tushunmadim. Nima? Sansirashga nima haqqingiz bor sizni? Chiqinglar. Ha? Syomka qilma. Nimaga qilmaydi? Syomka qilyapti. Nima haqqingiz bor aka sizni? Sizlar nima haqqing bor kameraga? Nima haqqim Hujjatingizni bo'lmaydi? ko'rsatib, siz sekinroq Nima haqqim gapiring. bo'lmaydi? Siz sekinroq gapiring. Biz sekin gapiryapmiz, to'g'rimi? Mikrofon. Siz sekinroq gapiring. Mikrofon Alo. bizda. Bo'ldi, ber. Siz intervyu bermoqchimisiz? O'ylayapmisiz? Nimaga bo'lmasa, kelib gapiryapsiz. Chiqinglar. Bermasiz boring nariyoqqa boring. Sizni joyingizmi? Ha, men joy. Siz joyingiz kadastringizni ko'rsatib, hujjatingizni. Chiqinglar. Alo. Bo'ldi, ko'rsatib. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Nima ular qo'pol? Qashqadaryo viloyatiga tushdimmi? Davlat tashkilotidan chiqarib yuborishga haqqingiz yo'q sizni. Sizlar nima haqlaringiz bor davlat tashkilotiga hech Ochiqlik qanday siyosat. ruxsatsiz kirishlaringiz? Ruxsatsiz kirishga? Qani? Kimdan? Ruxsatnomangizni ko'rsating. Qanaqa ruxsatnomami? Shu yerga kirib tekshiruv o'tkazishga ruxsatnoma guvohnoma bormi? bor. Yo'q, guvohnoma menga ham bor guvohnoma.
Ana ko'rsin shu guvohnomangizni. Nima qilaman men Ko'rsatdingmi guvohnoma? bitta guvohnomangiz? Qanday qog'ozga buyruq bormi? Qandaydir Qanday buyruq? Qaysi qonunga asosan? Bu yerda qancha narkotik saqlanadi, dori-darmon Yo'q, men kirib saqlanadi, bordim, planshetlar narkotikka. saqlanadi. Kim javob beradi yo'qolishga? Kirib bordimmi? Kiraman deyapsiz sizga. Qattiq tashqarida saqlanadi narkotik dorilar vositalari. Xonalar saqlanadi. Siz xonaga kirmoqchimisiz? Xonalarga Mana koridor ko'rayotganmisiz? Bemalol koridorga yuravering. Bo'ldi, turimiz. Bo'ldi, ashyoga turavering. Men xonaga kirgan qo'ymayman. Qo'ymaysiz? Ha, Siz qo'ymayman. kimsiz siz? Mana shu yerda bo'lim boshlig'iman. Bo'lim boshlig'i, Ha, o'z hujjatingizni. men javob beraman. Men hujjatni ko'rsatmayman. Siz kimsiz? Sizga men hujjat ko'rsataman. Siz kimsiz siz? Men bo'lim boshlig'iman shu yerda. Bo'lim Yo'q, boshlig'i. bo'pti, hamma keltirib bo'lim Yo, siz boshlig'i. kimsiz? Men sizga hujjat ko'rsataman. Bizni ko'rsatdik, Yo, jurnalist. Siz baqiryapsiz. Siz yeshingiz, men darxonamga yeshingga kirib kelyapsiz. Davlat tashkiloti. Men javob beraman bu tashkilotga. Davlat tashkilotigami? Xususiy tashkilot emasmi? Yo'qolgan dori-darmon planshet uchun kim javob Qani beradi? yo'qolgan dori-darmon? Qani shuncha odam Siz kimsiz? Siz qanday huquqingiz bor berib kirib kelishga? O'yin bilasizlarmi? Siz qonunni bilmaysizmi, aka? Ha? Siz rahbarimisiz bu yerda? Bu Men rahbarim. Siz sekinroq gapiring, siz sekinroq gapiring menga. Unaqa nervs qilib ovozingizni ko'tarmang unaqa. Siz sekin gapirasiz. Men bilan. Men o'z tonim shunday gapiradi. Shundoq gapirasiz. O'zi rahbarligi bo'lsa loyiq inson emas ekansiz. Sag'ar qilmaysan men rahbarlikka loyiq emasligim. Sansiramasdan gapir. Yo, kimsan sen? Yo, sen- Rahbarlikni loyiq emasligim hal qiladigan. Baqir. Baqir. Kimsan sen menga? Rahbarlikni hal qilib beradi. Ha? Menga unaqa narsa qilmang. Unaqa qiling, aka. Menga Tez unaqa tibbiy yordamga shu xodim jo'natib yuboring, aka. Bitta inson bilan men mana mas'ul xodimman demasa. Nima qilish kerak? Tumanga, Qarshi tumaniga. Bu qonun doirasida javob beradi buni. Qo'pollik o'tganingiz, yosh ko'rgan. Shuning uchun sal o'zingizni bosib olib gapiring. Biz jurnalistmiz. Jurnalistlik surishtiruvga hech kimni to'sqinlik Qatta qiling jurnalistni. Ko'chaga qiling, xohlagan Qayerda joyga ko'chada qiling? Lekin bu davlat tashkiloti. Bu yerga Davlat men javob tashkiloti. beraman hamma narsasi uchun. Yo'q, qaysi qonunga asosan Shunga siz mumkin emas deb qo'yilgan. surishtiruv Davlat qilasiz. tashkilotiga kelib. Sizlar suratga berish kerak. Jurnalist Qaysi qonunga asosan, Jurnalist. qaysi narsa bo'yicha Suratga Yerga berish. yozilgan jurnalistga xohlagan odamlar kelib suratga olish kerak edi. Mani o'z Davlat tashkiloti konstitutsiya ishlayapsizmi? belgilab qo'ygan. Men xohlasam tashkilot ovoz javob beraman, xohlasam javob bermayman. Konstitutsiyada bilasizmi? 81-moddani bilasizmi? Nima yozilgan 80-da? Xo'p, siz bilasizmi? Men o'zim haq-huquqimni bilaman. Jurnalistik surishtiruvni o'tkazishga Jurnalist davlat haqqi tashkilotlarida hech o'zida. kimni haqqi yo'q. Qani qog'oz asosiy? Qani qog'oz? Qanaqa qog'oz? Men Sizga bizim Hujjat bormi? oshkor O'zidan qilmaymiz. o'zga tekshirishga kim aytyapsiz? Oshkor Kim qilmaymiz. yozgan? Hujjat Yozgan kerak. kimda? 19-moddasi yozib Hujjat qo'ygan. kerak. Bu yerga o'zidan o'zi kirib karvonsaroy bu to'g'ri kelgan odam kirib tekshirib Emas, ketadi. davlat To'g'ri kelgan tashkiloti. odam Bitta mikrofon bilan Davlat bitta kamera tomonidan bu odam ishlab oladi. Davlat tashkilotidan oylik olsinmi? Hujjat ko'rsatdik. Ha, davlat tashkiloti Qonunga qonunga bo'ysunasizmi? Siz tanishtirib yuboring, aka. Tanishtirmayman Shuncha paytdan beri tortishyapsiz bilan. Kimligingizni tanishtirib yuboring. kimni. Nimaga tanishtirdingiz, aka? Siz nimaga Nimaga tortishyapsiz bo'lmasa? Nimaga tanishtirishim kerak? Kimsiz? Men aytaman, mana shu bo'lim boshlig'iman. Faningiz bormi? Yo'q, nimaga tanishtirishim kerak? Kimsiz? Mana sizlar kimsizlar? Men sizlarga o'zim tanishtirishim kerak, dalillarni aytishim kerak. Biz o'zimiz Sizlar tanishtirib. kim bilasizlar kim? Tanishtirib. Balkim bir qog'ozda kelayotgandirsizlar mana. Qanaqa qobosida? Bilmayman. Noqonuniy bo'ladigan bo'lsa o'zimiz javob berib olamiz. Bu noqonuniy bo'lsa qanday javob berasiz? Men sizga aytaman. Birinchi qiling bo'lmasa. Bo'l, dispetcherga ayting, bir ikki qilsin-da. 102 qiling bo'lmasa. Qiling bo'lmasa. Kelsin. Nima haqlaring bor? Sizlar bu yerga tekshirish kerak. Assalomu alaykum. Agar men kamera olgan bo'lsam, mana shu kameramni ko'rsataman men senga hozir. Ya unaqa gruzada, Mani haq-huquqim bu. Mani kamera, men ruxsatimsiz oladigan yo'q Tibbiy qoladi. yordamdamiz, opa. Sekinroq gapiring, siz sekinroq gapiring, okey? Ovoz bilan xohlaganingiz. Bu davlat tashkiloti. Davlat tashkiloti men egaman, shu yerga men javob beraman. Ana shu xonalar, dori-darmoni ham planshetga ham xodimlarga ham men javob beraman. Sekinroq gapiring. Nima unaqa? Bu shunaqa. Ha, 5 kelma ber. Ta'limdor rahbarlik. besh kun. Loyiq bundoq nima qiling? Men sizdan so'ramayman rahbar qanday bo'lishi kerak. Xo'pmi? Sizdan so'ramayman men rahbar qanday bo'lishi kerak. Sekinroq gapiring bilan. Quloqim yaxshi jurnalist. Bu eshitadi o'zim bilan. Boshlig'iman deb o'zini tanishtirmayapti. Baqirmasdan gapiring, qulog'im kar emas. Qanaqamisiz? Men o'zimga javob Qulog'im beraman. kar emas. Ha, doktor. Ha. Qanaqa doktor? Nima farqi bor sizga? Siz fuqarolarga Nima yordam siz berasizmi kimsiz? yoki Suratga berishim. hamma fuqaroga shunaqa Bu meni munosabatda ishim. bo'lasizmi? Bu meni ishim. Men shaxsiy ishimga aralashmayman. Ishingiz Bu meni ishim. Shaxsiy ishimga aralashmayman. shaxsiy ishingiz emas, Men kim bilan qanday muomalada bo'lishim, bu meni ishim.
Davlat Kim ishi. bilan qanday muomala Davlat bo'lishi ishi. mani ishim. Baqirmayman. Tushundingizmi? Mani ishim bu. Kim bilan qanday muomala bo'lishi. Kamerani yig'ishdi, tushundingmi? Yo'q, qo'li tegmaydi. Agar shu kameraga men tushaman, men bir joyingga chiqaman sana. Nima qilasiz? Tushundingmi? Nima qilasiz? Nima qilasiz? Unaqa qo'pollash. Nima qilasiz? Janjal kerak emas. Bo'ldi, chiqib ketsin bular. Chaqiring shu guruhni. Chaqiring. Men chaqira qolay, opa. O'zingiz chaqirasizmi? Kimni chaqirasiz? Guruhni chaqiraman. Guruhda ham yo'qmi? Tergovchilar, operlar yo'qmi? Oper nima? Kelish kerak edi. Kelish kerak edi. Baqir chaqir qilib bizga sapchib ketyapti-yu. Sapchib ketyapti-yu. Ursa aka, ko'rsatib qo'yaman uradigan bo'lsa. Kameralarni yig'ishtirib qo'yganda chiqdi ana yoqqa. Nima ko'chacha hal qilib olamizmi? Sizlar ko'cha shunaqa hal qilasizlarmi? Men ko'cha shunaqa hal qilaman. Ko'chacha hal qilaman. Yo'q. Endi davlat tashkilotligi uchun sen kelmay o'tiribman. Bo'ldi. Davlat tashkilotidan oylik olasizmi? Ko'cha, sen Davlatdan o'zkamizlar, Sizga gaplashayotganim yo'q. Bularni gaplashyapman. Men sizga gaplashayotganim yo'q. Etik estetika qoidalarini bilasizmi? sizlar Men bular bilan gaplashyapman, siz bilan gaplashmayapman. Men sizga baqirganim yo'q. Yo'q, xo'p, siz bilan gaplashmayapman. Siz aralashmang, aka. Qanaqa shevada? Men sizni shevangizga yo boshqa narsangizga gapirmadimmi? Men o'zimning tilimda gapiryapman, maylimi? Tilda gapiramiz. Biz boshqa tilda gapiramiz. Men nima tushunmayapsizmi gapimni? O'zbekistonda gapiryapmanmi? Yo'q, siz shevada gapirasiz. Shevada Nima farqi bor shevada yo'q, gapiryapsiz? shevada gapirilmaydi. Nimaga gapirilmaydi shevada? Yo'q. Murojaat uchun adadiy tilda gapirasiz. Qaysi qonunda yozib qo'yibdi? Ha, okey? Mana rosa siz qonunni bilar ekansiz, rosa bir tanqid qilishni bilasizlar, okey? Tushunmadim. Nima haqqingiz bor sizni haqorat qilishga? Ha? Qayerda ko'rdingiz meni terpiylarni? Chegaradan chiqmang. Eshityapsizmi? Nima deyotganimni? Shuncha aytyapman. Nima haqqingiz bor siz terpiylar deyishga? Sapchib kelmang. Mana ko'ryapsizlar mana. 103 xodimlari mana jurnalistlar kelsa terpiylarga chiqar ekan mana. Terpiylarga ham chiqib qoldik mana Qashqadaryo viloyatida. Mashinalar, avtomashinalar soz holdami yoki tegishli apparaturalar ishlayaptimi, yo'qmi? O'shalar masalan shoferi yoki felsheri biladi-ku, to'g'rimi? O'zini mashinasi o'ziga biriktirilgan mashinani biladi, to'g'rimi? O'sha bo'yicha ko'ramiz mana. Marhamat, ko'raveramiz. Yo'q, shunga asos kerak, asos kerak. Bular yana asos so'rayapti jurnalist. Ommaviy axborot vositalaridan kelyapti aka, to'g'rimi? Yo'q, bu tanishtiryapti. Bu mana qarang, Sog'liqni saqlash vazirligidan bitta xodim bo'lsin bular. Mana asos. Qaysi qonunga? Vazirlikdan kelsin. Sog'liqni saqlash vazirligi bo'ysunamiz. Mashin apparaturani ko'rish uchun o'sha apparaturaga javob beradigan, bir tushunadigan bir shaxs bo'lsin. Bu apparaturani sizlar xodimlaring tushunmaydimi? Bizlar xodimlar tushunadi, sizga ko'rsatmaydi. Nimaga Siz ko'rsatmaydi? kimsiz, siz kimsiz? Aka, men necha marta tanishtirishim kerak o'zimni? Necha marta siz o'zingiz tanishtirdingizmi? Ha, siz Mana kimsiz? shu yerda bo'lim boshlig'im. Xo'p, ism familiyangiz bormi? Nima men sizga o'zim tanishtiraman. Ye. Siz kelyapsiz-da Nimaga so'raysiz. o'zingiz Men sizdan bor so'rayman. boshlig'i bo'lsa o'zini tanishtirmaydimi? Siz so'rab ko'ringmi, komandir, siz so'rangchi, tanishtirarmikan o'zi? Men Qarshi tuman tez yordam bo'lim boshlig'i Zafar Nabiyev. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ismim Sheryor, familiyam Sherbotayev. Maxsus muxbirman. Keyin tanishtirib. Aspektiv xizmat axborot agentligidanman. Murojaat tushgan, murojaatlar yuzasidan surishtiruv olib borgani. Endi murojaatlar vajlimi yo vajsizmi? U ko'ramiz. To'g'rimi yoki noto'g'rimi? O'sha bo'yicha jurnalistik surishtiruvga kelganmiz. Obulamsiz? Qarshilik qo'yapsiz. Yo'q, shu murojaatchini aytish kerakmiz endi. Murojaatchini saqlanadi. aka, jismoniy va yuridik shaxslar to'g'risidagi qonunning 19-moddasida yozib qo'yilgan. Fuqarolarning murojaati sir saqlanadi. Chunki uni xavfsizligi birinchi o'rinda. Boyimada yetyaptilar. Qani murojaatchi, qani bo'g'ilyaptilar. Kimdi Bu bunaqa agarda murojaatchini so'rab bunaqa bo'g'iladigan bo'lsa, Aka, qonun bilan belgilab qo'yilgan, uni qonunni biz chiqarmaganmiz. Qonunni o'zi tegishli tashkilotlar, tegishli odamlar chiqargan uni. Uni xavfsizligicha u. Sizga qanaqa qilib ishonaman, butun xonalarni ochib ko'rsataman. Tanqid albatta kerak. Mana tanqid bo'layapti, xulosa ham bo'layapti. Lekin biz hammamiz izlanishdamiz, o'rganishdamiz,
yangi O'zbekiston quryapmiz. Bir-birovimizga tayanib, birdek anglashimiz kerakki, xalqimizni rozi qilishimiz kerak. Hamma yo'nalishlarimiz, hamma fikrlarimiz bir bo'lsa, ana shunda natija ham mutlaqo boshqacha bo'ladi. Har bir davlat organi ijtimoiy tarmoqlarda o'z sahifasiga ega bo'lishi, amalga oshirilayotgan ishlari haqida kerak bo'lsa har kuni batafsil ma'lumot berib borishi shart. Yana bir marta takrorlayman. O'zbekistonda mana shuni hamma bilish kerak. Jamoatchilik nazorati va ommaviy axborot vositalari vakillarining qonuniy haq-huquqlariga hech qanday shaklda ta'ziq o'tkazishga yo'l qo'yilmaydi. Bugungi kunda xalq ovozi va fikrini keng jamoatchilikka davlat idoralari e'tiboriga olib chiqayotgan eng ta'sirchan kuch bu ommaviy axborot vositalari va jurnalistlardir. Jamiyatimizdagi ochiqlik siyosatini izchil davom ettirish maqsadida ommaviy axborot vositalari faoliyatini erkinligi, axborot olish, foydalanish va tarqatishga bo'lgan huquqlari qat'iy kafolatlanmoqda. Shu bilan birga so'z erkinligi bu mas'uliyat ham degan. Ya'ni axborot makonida haqqoniylik va xolislik bosh mezon ekanini ham unutmasligimiz zarur.